O'zbekistonning 6 ta viloyatida sel suv toshqini xavfi e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 23-24 aprel kunlari kutilayotgan yomg'ir yog'ishi sababli O'zbekistonning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati Suv, Farg'ona, Beshariq tumanlarida va Shohimardon hududida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Isboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida, tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi. Shuningdek, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor va bu suv bosishga olib kelishi mumkin, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.